Vladimir Putin Rossiyaga kerak bo'lgan chet el fuqarolariga tegishli qarorga imzo qo'ydi. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining soni 1 millionga kamaydi. Rasmiy ma'lumot. Reyestrga tushib qolgan mehnat muhojirlarga bank kartalarini bloklashni kuchaytirishdi. Taksi sohasi, общепит va yana bir nechta sohalarda chet el fuqarolariga ishlash taqiqlar 2026-yilgacha cho'zaytirildi. Yaqin vaqtda Rossiyada mehnat muhojirlariga o'zlari bilan pichoq olib yurish taqiqlangan bo'ladi. Afg'oniston hukumati Rossiyaga o'z mehnat muhojirlarini taklif qildi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, bugun 7-dekabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining soni 1 millionga kamaydi. Rossiyaning FSB'sini pogranslujbasini rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2025-yilda Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining soni 1 millionga kamaydi. Bunga asos bo'lganligi shu reyestr kontrolyuемых лиц zapretlarni ko'payishi. Bundan tashqari, shu Rossiyada politsiya xodimlari tomonidan bo'layotgan reydlar, kvartiralarni arendaga olish qiyinchiligi, patentga kerak bo'lgan hujjatlarni yig'ish, rus tili imtihonini topshirish, registratsiyaga turish va hokazo asoslar ham shu Rossiyaga kelmaslikka 2025-yilda asos bo'lgan. O'z o'rnida aynan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlar hozir ko'proq Koreya, Yevropa va Birlashgan Arab Amirliklari davlatlariga borishga harakat qilishmoqda. Hozircha bir rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mening ishonchim komil, aynan 2025-yilda aynan shu davlatlarda bizning vatandoshlarimizning soni ko'paygan. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bir qarorga imzo qo'ydi. Bu qarorga binoan shu Rossiyaga endi kerak bo'lgan chet el fuqarolarining soni kiritilmoqda. Bu rus tilida иностранец по интересам deyiladi. Xullas shu 883-qarorga Vladimir Putin imzo qo'ydi. Bu qarorga binoan endi agarda chet el fuqaro Rossiyaning shu urf-odatlari, madaniyatiga o'zini qo'shilishini gapirib chiqsa, o'zini shu rus tarixi, rus diniga tegishli joyi borligi haqida gapirib chiqsa, bunday chet el fuqarolarga endi Rossiyada RVP VNJlar bemalol rasmiylashtiriladi. Yaqin vaqtda bu qaror imzolangandan keyin Rossiyada shu maxsus tizim ishlab chiqiladi. Qachondaki bu tizim paydo bo'lgandan keyin tushunsak bo'ladi. Bu tizim orqali o'zbekistonlik, tojikistonlik fuqarolar kelib Rossiyada VNJ, RVP olishga haqlimi? Yoki bu tizim faqat bir qandaydir g'arb davlatlariga qaratilgan? Xullas, yaqin vaqtda aniqlaymiz. Assalomu alaykum, Saxovat fondi rahbari. Mana Ibrohim Abduhalilov, bir ko'zi protez, ikkinchi ko'zida o'simta bor. O'tgan safar ham yordam bergandingiz, kattaxon rahmat. Bu safar ham yordam bering, iltimos, shu ko'zini asrab qolaylik. Biz Blaxina bolnitsasiga yotishimiz kerak. Shuning uchun bizga 500 ming rubl kerak. Do'stlar, agarda siz ham Saxovat fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, Mir privilegiya orqali uyga pul yuboringlar. Hozir Mir privilegiya orqali bir nechta tizimlar orqali siz uyga pul yuborishingiz mumkin. Bu degani kurslarni tanlashingiz mumkin. Ha, agarda siz promokod o'zbek tersangiz, sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hoshiyadan ссылка chiqadi, yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Novosibirsk, Kaluga va Tula mehnat muhojirlarga taksi, dostavka va kafelarda ishlashni 2026-yilda shu taqiqlarni cho'zaytirishdi. Xullas, siz shu hududlarda yashab kelayotgan bo'lsangiz, ogoh bo'linglar. 2026-yilda ish beruvchilar siz bilan rasmiy shartnoma tuzishga haqli emas. Agarda siz bu sohalarda ishlasangiz, politsiya xodimlarini qo'lga tushsangiz, bu sizga Rossiyadan vidvareniya bo'lishga asos. Odatdagi bu hududda yashayotganlar bor bo'lsa, aynan shu dostavka bo'ladimi, restoran, kafelarda ishlayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Rossiyadagi millatchi deputat Matveyev Dumaga yana bir mehnat muhojirlarga tegishli qonunni kiritdi. Bu qonunga binoan aynan chet el fuqarolar, mehnat muhojirlar Rossiyada o'zi bilan pichoqlarni olib yurishga haqli emas. Bu nafaqat shu oddiy pichoqlar, balki kuxnyada ishlatiladigan pichoqlar, keyin har xil
shu instrumentlarda ham pichoqlar bor bo'lsa, ularni ham agarda bu qonun qabul qilinsa, mehnat muhojirlar o'zlari bilan olib yurishga haqli bo'lishmaydi. Millatchi Matveyevning so'zlari bo'yicha aynan mehnat muhojirlar ko'p vaziyatlarda bu pichoqlarni shu rus xalqiga nisbatan, mahalliy aholiga nisbatan ishlatmoqda. Shuning uchun ularga bunday cheklovlarni kiritish kerak. Albatta bu qonun yana bir marta shu millatchi aholiga yoqaman deb kiritilgan. Agarda biz Rossiyaning Ichki ishlar vazirligining rasmiy statistikani olsak, bu yerda shu pichoq bilan bытовой преступлениyalarni ko'rib chiqsak, mening ishonchim komil, bu yerda 100 ta holatdan 2-3 ta holat chet el fuqarolariga tegishli bo'ladi. Va shu 2-3 ta holat ham shu bir-biriga pichoq urganlar vaziyati bo'ladi. Shu bitta bitovkada yashab, shu har xil alkogol ichimliklarni iste'mol qilib, bir-birini pichoqlagan holatlar ko'p. Lekin baribir ko'rib turibmiz, shu aynan mehnat muhojirlarni, chet el fuqarolarini eng bir xavfli odamlardek ko'rsatadigan qonunlarni Dumaga kiritilishi to'xtatilmayapti. Shu noyabr oyida aynan reyestrga tushib qolgan mehnat muhojirlarga bank kartalarini bloklash holatlari ko'payib kelmoqda. Ko'p mehnat muhojirlar shu vaziyatga duch kelishdi hozir. Ular reyestrga tushib qolgan va kartasidan 30 ming rubldan ko'proq ular perevod yoki ishlatishga haqli emas. Ko'pchilik shu reyestrga tushib qolganligini aynan shu bank ilovalari orqali bilib qolishmoqda va Rossiyaning banklari hozir bunday da'volarni ko'payganligi haqida rasmiy ma'lumot berishmoqda. Eslatib o'taman, shu reyestr bu Rossiyada bezdokument qolib ketgan mehnat muhojirlarining hayotini qiyinlashtirishga qaratilgan. Reyestrga tushib qolganlar bir nechta haq-huquqlardan mahrum bo'lishadi va bundan tashqari yangi majburiyatlarga ega bo'lishadi. Bu haqida kanalimizda bir nechta alohida videolar chiqqan. Bundan tashqari yana bir marta aytaman, telefoningizga Rosmigrantni yuklab qo'yinglar. Aynan Rosmigrant ilovasi sizni shu Rossiyaning har xil bazalaridan avtomatik tarzda tekshiradi va birinchi bo'lib siz reyestrga tushib qolganligingiz haqida ma'lumot yetkazib beradi. O'shanda siz sal-pal vaqtga ega bo'lasiz va shu pullaringiz bo'ladimi, boshqa bir harakatlaringizni oldindan rejalashtirishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Xo'sh, shu yerdan Rosmigrantga silga chiqadi, yuklab olinglar va ishlatinglar. Keyingi yangilik Afg'onistondan keldi. Aynan Afg'oniston hukumatı Rossiyaga o'z mehnat muhojirlarini taklif qildi. Aynan Rossiyaning hukumatining vakillari bilan uchrashuvda Tolibon ma'muriyati Afg'onistonlik mehnat muhojirlarini Rossiyaning har xil hududlariga, zavod fabrikalariga yetkazib berishni taklif qilishdi. Birinchi bo'lib ular Tatariston va Chechnyaga Afg'onistonlik ishchilarni yuborishmoqchi. Bu takliflarga Rossiya hukumati hali o'z rozichiligini bildirmadi va mening fikrim bo'yicha yaqin vaqtda bildirmaydi. Rossiyaning bir nechta shaharlarida katta reydlar bo'lib o'tdi. Peterning bir zavodlarida reyd natijasida bu yerda yashayotgan bir nechta mehnat muhojirlar qo'lga tushgan. Bu zavodda yashayotgan mehnat muhojirlarni politsiya xodimlari muraveynik deb aytishdi. Muraveynik degani bu chimolilar yashaydigan joy. O'z o'rnida Novosibirskda shu aynan rezinoviy kvartiralar, bu degani bir xonada ko'p odamlar registratsiya bo'lgan joylarda reydlar bo'lib o'tdi. Reyd natijasida organizatsiya nezakonniy migratsiya moddasi bilan bir nechta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Yekaterinburgda esa aynan mehnat muhojirlar yashaydigan hostellarda tekshiruvlar bo'lib o'tdi. Reyd natijasida bir nechta hostellarning faoliyati to'xtatilgan. Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari Bastrekin Lyubertsi aholisidan kelayotgan da'volarni o'z nazoratiga oldi. Eslatib o'taman, aynan Lyubertsida yashaydigan mahalliy aholi shu atrofida yashayotgan mehnat muhojirlarga nisbatan o'z da'volarini tergov qo'mitasiga yuborishni kuchaytirishdi. Natijada endi aynan Lyubertsida yashayotgan chet el fuqarolarini, mehnat muhojirlarini tekshiruvlari kuchaymoqda. Bu uchastkovoylar, keyin FMS bo'limlari va alohida reydlar ham kuchayishi mumkin. Shuning uchun meni Lyubertsidan ko'rayotganlar bor bo'lsa, ogoh bo'linglar, o'zingizning hujjatlaringizni tartibga keltiringlar. Yaqin vaqtda aynan shu Lyubertsida reydlar kuchayadi. Eslatib o'taman, aynan Lyubertsida bizning yuridik idoramiz bor. Agarda sizga yuridik xizmatlar kerak bo'lsa, bizning sovetnik idoramizga murojaat qilinglar. Bu yerda siz halol va qulay narxlardan yuridik xizmatlarga ega bo'lasiz. Rossiyaning vitse-premyeri Manturov Hindistondan
1 milliondan ko'p mehnat muhojirlarini Rossiyaga olib kelishga tayyorligi haqida gapirib chiqdi. Uning so'zlari bo'yicha Rossiyaning iqtisodiyotiga 2 millionga yaqin mehnat muhojirlar yetishmayapti va aynan hindistonlik mehnat muhojirlar endi Rossiyada bu joylarga kelib ishlashga haqqa ega bo'lishadi. Bu videoni ko'pchilik ko'rdi va o'z fikrini kommentariyada bildirishdi. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Agar savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.